Poşarni chaqirib, poşarni yarım saatte gelaman deyince cazır cazır yapıp Olib ketgan meni birdan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli azizlar, bizni mana bu ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar, eldoshlar. Mana Urganch shahridagi 6-mikrorayondagi bir kvartiraga kelganmiz. Kvartira ko'rib turganlaringizdek juda ham achinarli holga kelib qolgan. Ya'ni bu yerda bir kun oldin tok sababli, tok chaqnashi sababli yong'in chiqqan va shuning sababida yashash uchun umuman sharoit qolmagan. Hamma narsa yonib ketganligining guvohi bo'lib turibsiz. Erlari betob, kasal bo'lib yotibdi. Ishga yaroqli inson yo'q ishlashlik uchun. Shuning uchun iloji boricha qo'ldan kelganicha bizga qo'shilinglar va mana shu oilani mana shu qish faslidan, sovuq kunlardan eson-omon chiqishliklari uchun, mana bu uyda yashash sharoitini yaratib berishlik uchun bizga qo'shilinglar va ihson qilinglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.